Ay Ziyoda, yelkam bilan bo'ynim yomon og'riyapti. Kutib o'tiraylik. Uyga borgandan keyin masaj qilib qo'yasan, haymi? Aka, Ha, sizga meni kuchim yetmaydi-ku. nimaga? Men bitta zo'r joyni bilaman. O'sha joyga borib, siz yengilgina bo'lib kelasiz. Qayerni bilasan? Yuring ketdik. Yurqani hay. Akajon, sizga aytgan joyim ana shu yerda. Malika Sharifova desa hamma biladi. Endi yuring, sizni ichkariga davolaymiz. Ketdik, tezroq davolanaylik. Doktor og'rimaydimi? Qo'rqmang, hammasi nazoratim ostida. Doktor, ana bu qaynayotgan narsangiz nima? Bu qaynayotgan narsa ozon terapiya deyiladi. Ozon terapiya umumiy holsizlik, allergiyalarga, lanjlik qaraqliklarga qilinadi immunitetni oshirish uchun. Doktor, yelkam bilan bo'ynim og'rib qoldi, rahmat. Lekin yana bitta muammo bor. Xo'sh, Shu yuzimdagi donachalarni ham kechirishim kerak. Nima qilishim kerak? bu uchun lazer terapiya olasiz va kasetalarga sixijam olasiz. Xudo xohlasa yuzingizdan ziyod tiniqlashib qoladi. Keyin tiniq bo'ladi. Ha, albatta. Ey Ziyoda, dahshat yengilcha bo'ldim. Hamma joyim og'rib qoldi. Ha, sizga aytdimmi? Ana endi manzilni odamlarga ham tushuntir. Buxoro viloyati Ziddon tumanida joylashgan Avizin va Hospital. Birni Malika Sharifova desa hamma biladi. Sizlar ham menga o'xshab bo'yinlaringiz, yelkalaringiz qotib qolgan bo'lsa, kesalaringiz zakonni qilib davolab qo'yinglar-da. O kelinglar, sizni bera kutib qolamiz. Charchamanglar.